Avgust 2026'da ko'pchilikni bitta savol qiynaydi. Qo'shimcha pul kimga qo'shiladi? Kimning kartasiga yoki pensiyasiga ko'proq mablag' tushadi? Kim esa hech qanday qo'shimcha to'lov olmaydi? Bu ma'lumot juda muhim. Chunki gap faqat pensionerlar haqida emas. Gap ish haqi, pensiya, nafaqa, kompensatsiya bo'lar puli, kam ta'minlangan oilalar yordami va ayrim toifadagi fuqarolarga beriladigan ustamalar haqida ketmoqda. Men bugun buni oddiy tilda misollar bilan tushuntirib beraman. Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Kim hujjatlarni tekshirish kerak? Kim esa menga ham qo'shilar ekan deb kutib, oxirida to'lovsiz qolishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xato aynan mayda ko'rinadigan hujjatlar, ro'yxatga olish, daromadni noto'g'ri ko'rsatish va muddatlarni o'tkazib yuborish bilan bog'liq bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, odam real pulini yo'qotmaydi. Men avvalo asosiy narsani tushuntirib qo'yay. Qo'shimcha to'lov deganda hamma bir xil narsani tushunmaydi. Kimdir pensiya oshishini nazarda tutadi, kimdir ish haqiga ustama qo'shilishini, kimdir bolalar puli yoki moddiy yordamni, kimdir esa kommunal xizmatlar yoki dori-darmon uchun kompensatsiyani kutadi. Amalda esa har bir to'lovning o'z qoidasi bor. Bir toifadagi odamga avtomatik qo'shiladi. Boshqasi ariza yozmasa ololmaydi. Uchinchi odam esa daromadi yoki hujjatidagi kamchilik sabab umuman to'lovsiz qoladi. Oldin ko'p holatda odamlar shunday o'ylardi. Davlat to'lovni oshirsa, hammaga bir xil qo'shiladi. Lekin bu to'liq to'g'ri emas. Masalan, pensiya miqdori, bazaviy hisoblash miqdori, ish staji, o'rtacha ish haqi, pensiya turi va qo'shimcha imtiyozlarga qarab hisoblanadi. Nafaqalarda esa oila tarkibi, daromad, bolalar soni, nogironlik holati, yashash manzili, ijtimoiy reyestrdagi ma'lumotlar rol o'ynaydi. Shuning uchun avgust 2026da ham asosiy masala oshadimi yoki oshmaydimi emas. Balki qaysi mezon bo'yicha oshadi va siz o'sha mezonga tushasizmi degan savol bo'ladi. Endi eng muhim o'zgarish shundaki, ko'plab ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar raqamli bazalar orqali tekshiriladi. Ya'ni odam mening daromadim yo'q deb aytishi mumkin, lekin soliq bazasida ish haqi chiqib tursa, bank orqali muntazam tushumlar ko'rinsa, kadastrda qo'shimcha uy-joy yoki avtomobil ro'yxatda bo'lsa, bu yordam olishga ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli avgust 2026da qo'shimcha pul olishni kutayotgan har bir kishi avvalo o'z hujjatlaridagi ma'lumotlar to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini tekshirishi kerak. Birinchi katta toifa bu yoshga doir pensiya oluvchilar. Agar pensiya miqdorlari qayta indeksatsiya qilinsa yoki minimal pensiya chegarasi oshirilsa, odatda ko'p pensionerlarning to'lovida o'zgarish bo'ladi. Lekin bu hamma pensionerga bir xil summa qo'shiladi degani emas. Masalan, bir pensioner 1200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, ikkinchisi 2800 ming so'm olishi mumkin. Agar oshirish foiz asosida bo'lsa, yuqori pensiya oluvchiga qo'shimcha summa ko'proq ko'rinadi. Agar minimal miqdor oshirilsa, ayniqsa eng past pensiya oluvchilar ko'proq sezadi. Oddiy misol keltiraman. Deylik, opa 67 yoshda 25 yil ish stajiga ega. Pensiyasi 1.350 ming so'm. Agar qayta hisoblash natijasida minimal pensiya yoki ustama qismi ko'tarilsa, uning pensiyasi 100 ming yoki 150 ming so'mga oshishi mumkin. Boshqa bir aka esa 40 yil ishlagan. Yuqori ish haqi bilan pensiyaga chiqqan. Hozir 3200 ming so'm oladi. Foizli indeksatsiya bo'lsa, uning qo'shimchasi kattaroq bo'lishi mumkin, lekin minimal kafolat oshirilsa, unga deyarli ta'sir qilmasligi ham mumkin. Demak, qo'shiladi degan gapning ichida hisoblash mexanizmi juda muhim. Ikkinchi toifa bu nogironligi bo'lgan shaxslar. Bu yerda ham 3 ta narsaga e'tibor beriladi. Nogironlik guruhi, nogironlikning muddati, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi va nafaqa turi. Agar odamning nogironlik hujjati muddati tugagan bo'lsa, tizimda u faol ko'rinmasa, to'lov avtomatik davom etmasligi mumkin. Ko'p odamlar aynan shunda xatoga yo'l qo'yadi. Men oldin olardim, demak davom etadi deb yuradi. Lekin komissiya qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, vaqtida o'tmasa, avgust oyida qo'shimcha emas, hatto asosiy to'lov ham kechikishi mumkin. Misol uchun, ikki guruh nogironligi bo'lgan fuqaroning hujjati 2026 yil iyul oyida tugasa, u avgustda qo'shimcha pul kutmasdan iyul tugashidan oldin qayta ko'rik masalasini hal qilish kerak. Agar hujjat avgust o'rtasida yangilansa, to'lov keyingi oyga surilishi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Bu odam uchun 200 ming so'm ustama emas, balki butun nafaqani vaqtida olish masalasi bo'lib qoladi. Uchinchi toifa bu kam ta'minlangan oilalar.
bolalar puli va moddiy yordam oluvchilar. Bu yerda eng murakkab holat ko'p uchraydi. Chunki oilaning daromadi tarkibi bolalar soni, yashash joyi, ishlayotgan a'zolari, aliment, stipendiya, pensiya, hatto ayrim hollarda mol-mulk ham hisobga olinishi mumkin. Agar oilaning bir a'zosi rasmiy ishga kirsa, daromad oshsa, tizim bu oila endi yordam mezoniga tushmaydi deb chiqarishi mumkin. Aksincha, oilada yangi bola tug'ilsa, ishsizlik holati yuzaga kelsa, nogironlik bo'lsa, yordam olish huquqi paydo bo'lishi mumkin. Masalan, 4 kishilik oila bor. Ota, ona va 2 farzand. Ota 2500 ming so'm oylik oladi. Ona ishlamaydi. Agar oilaning jon boshiga to'g'ri keladigan daromadi belgilangan mezondan past bo'lsa, ular bolalar puli yoki moddiy yordamga tushishi mumkin. Lekin ota qo'shimcha ishga kirib, yana 1.500.000 so'm rasmiy daromad qila boshlasa, oila keyingi tekshiruvda ro'yxatdan chiqib ketishi mumkin. Oila nega avgustda pul tushmadi deb hayron bo'ladi. Sabab esa daromad bazasida allaqachon ko'ringan bo'ladi. 4-toifa bu byudjet tashkilotlarida ishlovchilar. O'qituvchi, shifokor, hamshira, tarbiyachi, madaniyat, sport, ijtimoiy soha xodimlari uchun ayrim holatlarda ish haqi oshishi, ustama, qo'shimcha to'lov yoki lavozim razriyati o'zgarishi mumkin. Lekin bu yerda ham hamma bir xil olmaydi. Kimdir malaka toifasi borligi uchun qo'shimcha oladi. Kimdir chekka hududda ishlagan uchun ustama oladi. Kimdir kechki navbatchilik yoki ortiqcha yuklama uchun oladi. Kimdir esa bir xil lavozimda tursa ham hujjati rasmiylashtirilmagani sabab to'lovsiz qoladi. Masalan, maktab o'qituvchisi 12 soat stavkada ishlayotgan bo'lsa, qo'shimcha dars yuklamasi rasmiy buyruq bilan berilgan bo'lsa, uning oyligida farq bo'ladi. Lekin boshqa o'qituvchi amalda ko'proq dars o'tayotgan, lekin hujjatda ko'rsatilmagan bo'lsa, men ham ishladim degan yetarli bo'lmaydi. Ish haqi hujjat bilan yuradi. Buyruq bo'lmasa, tabel bo'lmasa, tarif ko'rsatilmasa, bu pulni keyin undirish juda qiyin bo'ladi. Men tomoshabinlarga shuni aytaman. Xotirjam bo'lishi mumkin bo'lganlar bu hujjatlari to'liq, to'lov turi faol, bank kartasi ishlayotgan, yashash manzili va oila tarkibi to'g'ri ko'rsatilgan odamlardir. Masalan, pensionerning pasporti yangilangan, bank kartasi muddati tugamagan, pensiya hujjatlarida uzilish yo'q. Qo'shimcha imtiyoz hujjatlari bazada ko'rinib turibdi. Bunday odamda to'lov kechikishi ehtimoli kamroq. Xavotir olishi kerak bo'lganlar esa birinchi navbatda hujjatida muddat bor shaxslar. Nogironlik ma'lumotnomasi, vasiylik hujjati, bolalar puli arizasi, vaqtinchalik ro'yxat, ijara shartnomasi, aliment qarori, talabalar stipendiyasi yoki ishsizlik holati bilan bog'liq ma'lumotlar o'z vaqtida yangilanmasa, to'lov avtomatik to'xtashi mumkin. Ikkinchi xavfli holat bu bank kartasi muammosi. Juda ko'p odamlar to'lov kelmadi deb o'ylaydi. Aslida karta muddati tugagan, karta bloklangan yoki bank rekvizitlari o'zgargan bo'ladi. Ayniqsa nafaqa va ijtimoiy yordam oluvchilar kartani almashtirganda. Yangi kartaning tizimga bog'langani tekshirtirib qo'yish kerak. Aks holda pul hisoblangan bo'lsa ham tushum kechikadi. 3-xavfli holat bu yashash manzili. Oila boshqa tumanga ko'chgan, lekin ro'yxatdan o'tmagan. Bola boshqa joyda o'qiyapti, lekin ma'lumot yangilanmagan. Ota-onadan biri chet elga ishlashga ketgan, lekin oilaning daromad holati boshqacha ko'rinadi. Mana shunday vaziyatlarda ijtimoiy to'lov masalasi murakkablashadi. Tizimda siz haqingizdagi ma'lumot hayotdagi holatingizga mos kelmasa, pul bilan bog'liq muammo chiqishi aniq. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, qo'shimcha to'lov har doim ham yangi pul degani emas. Ba'zan bu oldingi oylar uchun qayta hisoblangan farq bo'ladi. Masalan, odamning hujjati iyunda tasdiqlangan, lekin tizimga kech kiritilgan. Avgustda unga 2 oylik farq bilan pul tushishi mumkin. U buni avgustda menga katta qo'shimcha berish deb tushunadi. Aslida bu bir martalik qayta hisob bo'ladi. Keyingi oy yana oddiy summa tushadi. Ikkinchi nozik shart, ayrim to'lovlar faqat ariza asosida beriladi. Odam huquqi bor. Lekin ariza bermagan bo'lsa, pul avtomatik kelmaydi. Masalan, ma'lum bir imtiyozli toifadagi fuqaro kompensiya olishga haqli bo'lishi mumkin. Lekin tegishli organlarga murojaat qilmasa, hujjat topshirmasa, hisob ochmasa, tizim uni oluvchilar ro'yxatiga kiritmaydi. Men haqliman-ku degan gap hujjatsiz ishlamaydi. 3-nozik jihat, bir nechta to'lov bir-biriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, oilada boboning pensiyasi, onaning nafaqasi, bolaning alimenti va otaning ish haqi bor. Kam ta'minlanganlik mezoni hisoblanganda bularning ayrimlari daromad sifatida ko'rilishi mumkin. Shunda oila, biz baribir qiynalyapmiz desa ham, rasmiy hisob bo'yicha mezondan yuqori chiqib qolishi mumkin.
Bu juda og'riqli vaziyat, lekin tizim odatda hujjatdagi daromadga qaraydi. 4-nozik jihat, ish haqidagi ustamalar hamma joyda bir xil qo'llanmaydi. Masalan, bir tumandagi maktabda direktor barcha buyruqlarni vaqtida rasmiylashtirgan, o'qituvchilar ustamani oladi. Boshqa joyda esa hujjat kechikkan, tarif jadvali yangilanmagan, tabel noto'g'ri yuritilgan. Natijada bir xil kasb egalari turlicha pul oladi. Bu adolat yo'q degan hissiyot beradi, lekin ko'pincha muammo hujjat aylanishida bo'ladi. 5-nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Agar fuqaroda aliment qarzi, ijro hujjati, kredit bo'yicha sud qarori yoki boshqa majburiy ushlab qolishlar bo'lsa, pensiya yoki ish haqiga qo'shimcha qo'shilgani bilan qo'lga tegadigan pul kam bo'lishi mumkin. Masalan, pensiyaga 170 ming so'm qo'shildi. Lekin ijro bo'yicha 100 ming so'm ushlab qolindi. Odam menga atiga erinmay qo'shildi deydi. Aslida hisoblangan summa boshqa, qo'lga tekkan summa boshqa. 6-nozik jihat. Yangi ishga kirish yoki rasmiy daromad paydo bo'lishi ijtimoiy yordamga ta'sir qiladi. Masalan, ona bolalar puli olayotgan edi. Avgustdan oldin u rasmiy ishga kirdi va 2000 ming so'm oylik ola boshladi. Bu oilalar uchun yaxshi yangilik, lekin ijtimoiy yordam mezonida oila daromadi oshgan hisoblanadi. Natijada keyingi oy bolalar puli kamayishi yoki to'xtashi mumkin. Bu jazolash emas, mezon bo'yicha qayta baholashdir. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz oladigan to'lov turini aniqlang. Siz pensiya olasizmi? Nogironlik nafaqasimi? Bolalar pulimi? Moddiy yordammi? Ish haqi ustamasimi? Kompensatsiyami? Har birining qoidasi alohida. Menga pul tushmayapti deb umumiy aytish o'rniga aynan qaysi to'lov haqida gapirayotganingizni bilishingiz kerak. Ikkinchi qadam, hujjatlarning muddatini tekshiring. Pasport yoki ID karta, nogironlik ma'lumotnomasi, vasiylik qarori, bola tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, aliment bo'yicha qaror, bank kartasi muddati, ariza topshirilgan sana. Bularning bittasi eskirgan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Uchinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Karta faolmi, muddati tugamaganmi, SMS xabarnoma ishlayaptimi, karta aynan sizning nomingizdami, to'lov tushadigan hisob raqami o'zgarmaganmi? Bankka borib yoki mobil ilova orqali buni tekshirib olish mumkin. Agar karta almashgan bo'lsa, yangi rekvizitlar tegishli tashkilotga yetib borganiga ishonch hosil qiling. 4-qadam, mahalla yoki ijtimoiy xizmat organlariga murojaat qiling. Agar bolalar puli, moddiy yordam yoki kam ta'minlanganlik bo'yicha savol bo'lsa, mahalla yettiligi, tuman ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli mas'ul tashkilotdan oila tarkibi va daromad hisobini aniqlashtiring. Murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing, arizaga sana qo'ydiring. Qabul qilingani tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. 5-qadam, pensiya bo'yicha savol bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Siz pensiyamga qo'shimcha qo'shildimi? Qayta hisob bormi? Stajim to'liq kiritilganmi? Imtiyozli davrlar hisoblanganmi deb so'rashingiz kerak. Ayniqsa eski mehnat daftarchasida yozuvlar noto'liq bo'lsa, arxiv ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar 5-10 yil ishlagan davri bazada ko'rinmayotgani uchun kamroq pensiya oladi. Bu masalani vaqtida ko'tarmasa, yillar davomida pul yo'qotadi. 6-qadam. Ish haqi ustamasi bo'yicha xodimlar kadrlar bo'limi va buxgalteriyadan yozma izoh olsin. Menga nega qo'shilmadi degan savolga javob hujjatda bo'lishi kerak. Buyruq bormi? Stavka qancha, yuklama qancha, malaka toifasi kiritilganmi? Tabelda soatlar to'g'rimi? Ustama turi qaysi band asosida beriladi? Agar faqat og'zaki keyin bo'ladi deyishsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. 7-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Men har doim aytaman, qo'shni aytdi. Telegramdagi noma'lum kanal yozdi. Kimdir skrinshot tashladi degan ma'lumot bilan ish qilmang. Prezident qarori, hukumat qarori, vazirlik bayonoti, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya agentligi. Bandlik va kambag'allikni qisqartirish tizimi, soliq va davlat xizmatlari portallardagi rasmiy ma'lumotlarga qarang. Chunki pul masalasida mish-mish odamni noto'g'ri qaror qildirishga majbur qiladi. Endi eng og'riqli savol. Kim avgustda qo'shimcha to'lovsiz qolishi mumkin? Birinchidan, mezonga tushmaydiganlar. Ya'ni daromadi belgilangan chegaradan yuqori bo'lgan oila, kerakli toifaga kirmaydigan xodim, muddati tugagan hujjat egasi. Ro'yxatda ko'rinmaydigan shaxs qo'shimcha olmaydi. Ikkinchidan, ariza bermaganlar. Huquqi bo'lsa ham murojaat qilmagan odam ayrim to'lovlarni olmasligi mumkin. Ayniqsa kompensatsiyalar, mahalliy yordamlar. Bir martalik moddiy yordamlar va ayrim imtiyozlar bo'yicha ariza muhim. Uchinchidan, noto'g'ri ma'lumot berganlar.
agar oila daromadini yashirsa, oila tarkibini noto'g'ri ko'rsatsa, aslida birga yashamaydigan odamni ro'yxatga qo'shsa yoki yashayotgan odamni yashirsa, tekshiruvda muammo chiqadi. Bu nafaqa to'lovini to'xtatishi balki ortiqcha olingan pulni qaytarish talabiga ham olib kelishi mumkin. 4-dan bank va hujjat muammosini hal qilmaganlar. Ba'zan odam to'lovsiz qolmaydi, lekin pulini vaqtida ola olmaydi. Karta bloklangan, hisob raqam noto'g'ri, pasport ma'lumoti yangilanmagan, familiya o'zgargan, lekin tizimda eski ma'lumot turibdi. Mana shunday mayda ko'ringan narsalar avgustdagi pulni sentyabrga yoki undan keyinga surib yuborishi mumkin. 5-dan qayta ko'rikdan o'tmaganlar. Nogironlik, parvarish nafaqasi, vasiylik. Bolalar holati bilan bog'liq muddatli hujjatlar bo'lsa, ularni vaqtida yangilang. Chunki tizim muddat tugaganini ko'rsa, to'lovni davom ettirishga asos qolmaydi. Demak, avgust 2026da qo'shimcha pul masalasida eng muhim qo'yda shunday. Qo'shimcha hamma uchun bir xil emas, u toifa, hujjat, daromad, muddat, ro'yxat va rasmiy qarorlarga bog'liq. Pensionerlar qayta hisob va minimum miqdorlarni, noqonuniyligi bo'lgan shaxslar hujjat muddatini, kam ta'minlangan oilalar daromad va oila tarkibini, byudjet xodimlari esa buyruq, stavka, tabela ustamalarini tekshirish kerak. Men sizga maslahat beraman, avgustni kutib o'tirmang. Hozirdan hujjatlaringizni tekshiring. Bank kartangizni yangilang, kerak bo'lsa mahalla ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi yoki buxgalteriyaga yozma murojaat qiling. Pul masalasida eng katta xato o'zi hal bo'lib ketadi deb kutishdir. Odatda o'zi hal bo'lmaydi. Hujjat bilan hal bo'ladi. Agar sizda shunday vaziyat bo'lsa, izohlarda yozing. Siz qaysi to'lovni kutyapsiz? Pensiyami, nafaqami, bolalar pulimi yoki ish haqi ustamasimi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tahlil qilaman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqini himoya qila oladi.